İnternetni nima qilamiz? Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Afg'onistondan xabarlar olinyapti. Tolibon internetni butunlay taqiqlamoqchi yoki taqiqladi degan xabarlar kelyapti. Hammamiz bilamiz, hozir internet davri oxirgi 20-30 yil butunlay internet dunyoga tarqalib ketdi. O'zbekistonda ham aholining 80%dan ko'pi internetdan foydalanadi. Sun'iy dunyo deyiladi, virtual dunyo deyiladi, sun'iy aql, juda ko'p sun'iylashish inson hayotida. Bu davom etyapti. Shu internet sun'iy aqlni ham olib keldi. Buning zararlari haqida ham ko'p gapirilyapti, lekin ayni paytda bundan qutulishning ham, bir yo'lini qilishning ham hozir bir ochiq taklif qilingani yo'q. Ya'ni qanday bu ishni hal qilamiz degan. Buni taqiqlash ham bu ishni demak hal qilmaydi. İnternetni taqiqlash bilan undan qutulib ham bo'lmaydi. Chunki internetga kirishning juda ko'p yo'llari bor. Qanaqadir proksilar, VPN'lar, yana nimalar. Bir paytlar Mirziyoyev kelganda Facebook va YouTube'ni taqiqlab qo'ygandi 6 oyga. Keyin ma'lum bo'ldiki, bu o'zining zarariga ekan, rejimning, hukumatning zarariga ekan. Yoshlar, odamlar VPN degan o'sha proksilar orqali baribir kiravergan Facebookga ham, YouTube'ga ham va hukumatning yashirgan saytlariga ham kirgan. Buni Komil Allamjonov aytgandi. Biz bu yoqda yopamiz desak, bu yog'imiz ochilib qoldi deganday, biroz o'zbekcha qo'pol qilib aytganda. Nima qilish kerak? Tabiiy hayotni kuchaytirish kerak. Yoshlarni, bolalarni tabiiy hayotga ko'proq jalb qilish kerak. Masalan, deylik, yoshlar ertalab soat 8 dan deylik, kechqurun soat 8-9 gacha ham maktabda ham oilada bo'ladi ular, chunki soat 9-10 da ular uxlaydi, ertalab soat 7-8 gacha endi. Shu 7-8 dan kechqurun demak 8-9 gacha yoshlarning hayotini bir tekshirib, buni nima qilamiz degan masalani o'rtaga qo'yish kerak. Asosan yoshlar haqida gap ketyapti-da. Internet, masalan, Yevropada ko'p davlatlarda 16 yoshgacha bolalardan maktablarda telefon olib qo'yilyapti. Kira olmaydi. 16 yoshgacha maktab faqat dars. Demak, bu tabiiylik. Internet yo'lda sun'iylik. Shunday bir yo'lni izlash kerak. Undan keyin sport mashg'ulotlarini kuchaytirish kerak. Bolalarni masjidlarga olib borib dinni o'rgatish kerak. Bolalarni doim to'g'ri yo'lda mashg'ul qilish kerak, yoshlarni. Ularning vaqti bo'lmasin mana shu internetga kirishga. Turkiyada ham Imom Xatib maktablari bor. U yerda ham shu bolalar o'qiydi. 17-18 yoshgacha. Bir hafta ularda telefoni yo'q yani. Bir hafta, 6 kun. Haftaning oxirida bir kun uyiga ketsa, o'sha yerda telefoni bo'ladi, ko'radi. Yani internet bo'lmasa ko'ra olmaydi. Yani internetni taqiqlab bo'lmaydi. İnternet sun'iy deyapmizmi? Yani sun'iy aql deyapmizmi? Sun'iy dunyo deyapmizmi? Demak, bolalarga, yoshlarga tabiiy dunyoni, tabiiy aqlni taklif qilish kerak ularga. Tabiiy hayotni taklif qilish kerak. Bu Tolibonning usuli bilan uni demak taqiqlab ishlashga erishib bo'lmaydi. Taqiqlash bilan o'zi bir narsaga erishib bo'lmaydi. Oldin ma'rifat kerak, da'vat kerak, o'rgatish kerak. Dinning asosi ham ma'rifat-ku. O'sha iymon-ku, halol haromni ajratishga shuni o'rgatish kerak oldi. Bolaligidan shuni o'rganib olsa, keyin aqli kirgandan keyin 15 yosh, 16 yoshdan keyin o'zini o'zi eplaydi, keyin o'zini o'zi boshqarib ketadi. O'shuning uchun hozir internet dunyosi bundan qochib bo'lmaydi. Qochib bo'lmasa, demak muqobil yo'li. Muqobil degani ko'plar tushunmaydi o'zbek tilida. Alternativ yo'li degan. Ya'ni shuning yonida bu sun'iylikmi? Tabiiy yo'lni taklif qilish kerak. Bu kitob o'qish bo'lish kerak. Bu dinni o'rganish bo'lish kerak. Bu sport bilan shug'ullanish kerak. Oilada mahkam bo'lish kerak. Va hokazo. Davlatning bunga bir siyosati bo'lish kerak.
bolalarni qo'rish siyosati, yoshlarni qo'rish siyosati, maxsus dasturlar bo'lishi kerak. Maktablar alohida bu bilan shug'ullanishi kerak. Hukumat, mahalliy hokimiyat, mahalla shular bilan shug'ullanishi kerak. Kimga kerak? Mahalla yettilik, ya'ni josuslar. Kimga kerak? Mahallaviy ish tizimi. Mahallani erkinlashtirish kerak va ularga o'sha umumiy yo'l yo'riqni ko'rsatish kerak. Agar erkinlik bo'lmasa, yuqoridan uni buyruq qilib, ma'muriy buyruqbozlik bilan, Stalin tuzumi bilan, Brejnev tuzumi bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Ham jamiyatni chiritadi u tuzumlar, yuqoridan baqir-chaqir buyruqbozlik, ham ayni paytda o'sha rejimning o'zini yiqitadi keyin. Sovet rejimi nimaga yiqildi? Mana shunday tepadan baqir-chaqir, aldash xalqni, o'qilamiz, muqilamiz, shular yiqildi yani. Onun uchun tabiiy rejimda bo'lishi kerak hamma narsa. Tabiiylikda bo'lishi kerak. Bir narsani qattiq deylik, uni taqiqlab yoki bo'lmasa odamlarni urib, so'kib, tepadan qilmaysan degan bilan inson qilmaydi. İnsonga nimani qilma desa, inson shuni qiladigan demak, bir tabiat borda inson. Nima taqiqlansa, insonlar o'shanga intiladi. Taqiqlash emas, unga muqobil yo'lni ko'rsatish kerak. Tabiiy yo'lni, yaxshi yo'lni, ma'rifat yo'lini ko'rsatish kerak. 15-16 yoshgacha ham ilmli bo'lsa, ham kasbli bo'lsa, ham iymonli bo'lsa, 16-17 yoshida o'zining hayot yo'lini tanlay oladi keyin, yaxshi yomonni ajratadi. Masala shu 15-16-17 yoshgacha uni to'g'ri tarbiyalash haqida ketyapti. İnternetni Tolibon taqiqlayotgan ekan. Buni qanday qilish kerak haqida o'z fikrlarimni aytdim. Suhbatlarimiz davom etadi. Har doim sog' salomat, omon bo'linglar.